Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizada bugun shunday kechagi dorimizdan keyin ancha yaxshi bodringlarimiz. Kechki payt video qo'yganman. U videomiz uncha bo'lmadi, prosmotr yig'madi. Bizada kecha prosmotr 3700 ta zritel bo'lgan. Shundan 17 ta obunachi bo'lgan. Iltimos qilib qolamiz, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz. Mana xudo xolasa 10-15 kunda tayyor bo'lib qoladi.